Ikkinchi jahon urushidan beri Rossiyaning poytaxti Moskva bunday hujumlarga uchramagan. Kadrlarga qarang. Bu hamma voqea Moskvada bo'layotganda insonni ko'zi ishonmaydi. Hamma narsa yonyapti. Yoqilg'i ishlab chiqarish zavodlar, ko'p qavatli uylar, mashhur Sadovod bozori, mashinalar, binolar. Moskvaning meri Sobyaninning aytishi bo'yicha bir sutka ichida Moskva ustidan 194 ta uchuvchi samolyot urib tushirilgan. Janoblar, men Rus, Amerika yoki Xitoy parastmasman. Men xohlasanglar o'zbek parastman. Shuning uchun men o'z fikrimni bayon etmoqchiman. Yadro quroli bor davlatning poytaxtiga bunday hujumlar bitta Ukraina uchun emas, butun dunyo uchun xavfli. Rossiya xalqi, uning elitasi bu urushdan juda charchagan. Ayrim deputatlar va Solovyovga o'xshagan propagandistlar bu urushni to'xtatish yagona yo'li yadro taktik qurolni ishlatish, undan boshqa iloji yo'q degan g'oyani ilgari surishyapti. Nima uchun Shimoliy Koreyaga hech kim g'ing deyolmaydi? Chunki yadro quroli bor. Rossiyada 5000 ta yadro qurol bor. Bittasini olsa bo'ldi. Ukraina tep-tekis. Bu ketishda Rossiyaga xavf oshaversa, Putin aniq yadro qurol ishlatmaydi va dunyoga xavf solmaydi deb kim garantiya bera oladi? Unutmaylik, Putin agar Rossiyaga yaqqol aniq xavf bo'lsa, Rossiya o'zini barcha imkoniyatlardan foydalanadi deb dunyoga aniq va chotki paslni berib bo'lgan. Siz qanday fikrdasiz? Bo'yicha bir sutka ichida Moskva ustidan 194 ta uchuvchi samolyot urib tushirilgan. Janoblar, men Rus, Amerika yoki Xitoy parastmasman. Men xohlasanglar o'zbek parastman. Shuning uchun men o'z fikrimni bayon etmoqchiman. Yadro quroli bor davlatning poytaxtiga bunday hujumlar bitta Ukraina uchun emas, butun dunyo uchun xavfli. Rossiya xalqi, uning elitasi bu urushdan juda charchagan. Ayrim deputatlar va Solovyovga o'xshagan propagandistlar bu urushni to'xtatish yagona yo'li yadro taktik qurolni ishlatish, undan boshqa iloji yo'q degan g'oyani ilgari surishyapti. Nima uchun Shimoliy Koreyaga hech kim g'ing deyolmaydi? Chunki yadro quroli bor. Rossiyada 5000 ta yadro qurol bor. Bittasini olsa bo'ldi. Ukraina tep-tekis. Bu ketishda Rossiyaga xavf oshaversa, Putin aniq yadro qurol ishlatmaydi va dunyoga xavf solmaydi deb kim garantiya bera oladi? Unutmaylik, Putin agar Rossiyaga yaqqol aniq xavf bo'lsa, Rossiya o'zini barcha imkoniyatlardan foydalanadi deb dunyoga aniq va chotki paslni berib bo'lgan. Siz